Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pulda bo'ylaysiz? Bo'lish kerak. Bilmayman lekin. Siz hozir o'ziga qancha xarajat ketadi oyiga? 6 million, 7 million. Ishlaysizmi? Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Yo'q, kam. 1 million. Toshkentda yaxshi yashash uchun eng ideal oylik necha pulda bo'ylaysiz? Bilmasam endi u xarajatingizga qarab-ku. Qancha ko'p pulingiz bo'lsa, shuncha xarajatingiz oshib boradi-da. Yo'q, o'chirib tashlamaylik. Конечно, конечно, конечно. Er-xotin o'zligi bo'lishsa, 25 million 30 million yetsa kerak. Rahmat katta. Siz hozirgi darajangiz shunga yaqinlashyaptimi? Yo, hali bor, ozgina bor. Rahmat. Ideal oylik yaxshi yashash uchunmi? Yaxshi yashash uchun bitta oila. 15 million yetsa kerak. Hozirgi daromadingiz shunga yaqinmi? Sal yetmaydi. Maksimum 15 million, 20 million bo'lishi kerak deb o'ylayman. 12 million. Bitta odam uchun-a? Rahmat javobingiz uchun. Ну, примерно 4-5 million bo'lsa kerak kamida.